Salom aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda bozorga borganda bizga kerak bo'ladigan muhim iboralar haqida gaplashamiz. Agar siz bizni oldingi salomlashuv va xayrlashuv darslarimizni ko'rmagan bo'lsangiz, hoziroq kirib tomosha qilishingiz mumkin. Azizlar, nima deb o'ylaysiz? Bozorlarda xaridlar qanday bosqichlarda amalga oshiriladi? So'zlarni yodlashimizdan oldin bu haqida bilib olishimiz kerak. Birinchi navbatda bozorga borganimizda biz mahsulot haqida gaplashamiz, so'raymiz, keyin esa savdolashamiz, undan keyin esa xarid va har bitta bosqichda biz foydalanishimiz kerak bo'lgan muhim iboralar bor. Siz bozorga borishingiz bilan rastalarni ko'zdan kechirasiz. O'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlarni topganingizdan keyin ularni sotuvchidan so'raysiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu vaziyatda bizga qanday iboralar kerak bo'ladi? Tasavvur qiling, siz bozordasiz hamda go'sht sotadigan do'konga kirdingiz va sotuvchidan go'sht haqida so'ramoqchisiz. Bu yerda biz "У вас свежее мясо" deb savol bersak bo'ladi. "У вас свежее мясо"? Go'sht yangimi? Эти не новенькие, я уже жрать хочу. Свежее мясо! Yoki bo'lmasam siz nimanidir tatib ko'rmoqchisiz. Можно попробовать? Можно попробовать. Конечно. Va bizga kerak bo'ladigan so'zni qo'ysak bo'ladi. Например, можно попробовать клубнику, можно попробовать имбирь. Tatib ko'rsam maylimi degani. Yoki bo'lmasam "У вас есть свежий хлеб"? Sizda yangi yopilgan non bormi deb so'rasak bo'ladi. Хлеб свежий? Еще какой свежий. Попробуй. Endi esa keyingi bosqichga o'tamiz. Tasavvur qiling, siz do'konga kirdingiz va sizda yog' bormi deb savol bermoqchisiz. Bu yerda bizga "У вас есть", sizda bormi iborasi kerak bo'ladi. "У вас есть" iborasidan keyin bizga kerak bo'lgan mahsulotning nomini qo'ysak bo'ladi. "У вас есть масло", sizda yog' bormi? "У вас есть чай", sizda choy bormi? "У вас есть рис", sizda guruch bormi? "У вас есть" va bizga kerak bo'ladigan mahsulotning nomi. Endi esa mahsulotning narxini so'ramoqchi bo'lsak, qaysi iboradan foydalanishimiz kerak? Bu yerda "Сколько стоит" iborasi kerak bo'ladi. Сколько стоит? Это 230 SL. Нигде такого не найдете. Вас спрашивают, сколько он стоит. Например, "Сколько стоит это масло"? Bu yog' qancha turadi? "Сколько стоит чай"? Choy qancha turadi? "Сколько стоит хлеб"? Non qancha turadi? "Сколько стоит" bu iborani narxini so'rayotganimizda ishlatishimiz mumkin. Narx siz uchun qimmatlik qilgan bo'lsa, "Это дорого" deyishingiz mumkin. Это дорого. Bu qimmat, "Это дорого" yoki "Это дешево". Дешево он продался, да? Bu arzon, agar sizga mahsulotning narxi arzondek tuyulgan bo'lsa. Agar narx siz uchun qimmat va siz chegirma so'ramoqchi bo'lsangiz, "Это дорого", bu qimmat. Сделайте, пожалуйста, скидку. Рады вам в Баскин Робинс. Сегодня скидка на манговый микс. Iltimos, chegirma qiling. Agar sizga pul berganingizdan keyin qaytim berishmasa, "Дайте, пожалуйста, сдачи". Гамбургер, картошку фри и кока-колу. С вас 35 центов. Держи, ваша сдача. Qaytimni bering или "У вас есть сдачи", sizda qaytim bormi deb so'rashingiz mumkin. Keyingi vaziyatda esa siz narsa xarid qilmoqchi emassiz. Shunchaki do'konda narsalarni ko'zdan kechiryapsiz. Bu yerda "Я только смотрю", men faqat tomosha qilyapman, faqat qarayapman desangiz bo'ladi. Нет, спасибо, я просто смотрю. Ладно. "Я только смотрю". Yoki bo'lmasam do'konda siz o'zingizga yoqadigan narsani ko'rdingiz va menga ko'rsatib oling demoqchisiz. Bu yerda "Покажите мне, пожалуйста, это" deyishingiz mumkin. Чего? Покажите. "Покажите мне, пожалуйста, это". Menga buni ko'rsatib oling, iltimos. Или "Покажите мне, пожалуйста, тот". Menga ana bu narsani ko'rsatib oling, iltimos. Endi esa tasavvur qiling, siz katta bozordasiz yoki katta do'kondasiz va nimanidir qattaligini so'ramoqchisiz. Например, "Где здесь весы?" Bu yerda tarozi qayerda? Что для их пересчета мне приходится использовать весы. "Где здесь" iborasidan foydalanamiz. "Где здесь напитки?" Bu yerda ichimliklar qayerda? "Где здесь kassa?" Bu yerda kassa qayerda? "Где здесь" qayerda? Bu iboradan foydalansak bo'ladi. Narsani tanladingiz va menga o'rab bering demoqchisiz. "Я возьму это", men buni olaman. "Я возьму это". "Заверните, пожалуйста", o'rab bering, iltimos. "Заверните, пожалуйста", o'rab bering, iltimos. Aziz o'quvchilar, bugun xarid davomida bozorda, magazinda bizga kerak bo'ladigan barcha iboralar bilan tanishdik. Ularni yodlash esingizdan chiqmasin. Darsimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va obuna bo'lishni unutmang.